Assalomu alaykum. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka do'sti birodarlarimiz, hojota, hojonalarimiz, YouTube obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugun bo'zaylarimiz dahshatlardan kelgan, sutemgisidan boshlab o'tga kirganigacha bor. Bu yerda 20 kunlikdan 7 oylikgacha bo'zaylarimiz bor. Assortiment. Eng ko'pi gibrid, chorniy postlar bir dona simental buqamiz bor. Soni oz, sifati kuchlilardan olib kelib qo'yganmiz. Mana shunaqa simental tozasidan qidirib yurgan aka-ukalarimiz bormidi, hojota, hojonalarimiz. Orqalarini qaranglar, buni pachka bo'lib yotibdi. Uni bellariga ham ahamiyat berasizlar. U shum dahshatidan. Bular sutemgilari ham kerak bo'lsa 20 million, 22 million narx aytish boryapti. Bunimiz 7 oylik, yeb-ichtish, sog'lomlik hamma yo'g'iga garantiya. Mollarimizni yeb-ichtisiga, sog'lomligiga garantiyasini beramiz. Yo'tali bo'lsa, oyoq og'riq bo'lsa bizniki bir dona shu havodan yuqadigan yashil kasalligiga garantiya bermaymiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixondan bo'ladi, o'zimizning xonadonimizdan. Bo'lmasa sizlar ko'p kuttirmasdan videolarimizni boshlayveramiz. Bittadan like bosib, gumbillatib turasizlar bu yog'iga. Sutemgilardan boshlayverdik. Eng kichkinasidan gibrid xunajinimiz, simental gibrid. Xudo xohlasa hamma yo'g'iga garantiya, 20 kunlik bo'ldi. Kepay yalab qo'ygan. Sigirga qo'shsanglar, sigirda ham emoradi. Yo'q, sigirimiz yo'q, soskada sut berib baqib olamiz desanglar, soskada ham sut ichaveradi. Behijolat. Mana oq tumshuq, oq kipriklaridan jonivordi, gibridni ham tozasidan oyoqdan maza qiladi. Turishini qaranglar. Bormi ishqibozlari, sigiri bor hojota, hojonalar shunday borib sigiriga qo'shib qo'ysa, shunaqa sigirga qo'shiladi. Xudo xohlasa hazilakam bo'zay bo'lmaydi. Ko'rishlar mumkin. 20 kunlik zo'r natijada 20 kunda mana. Orqalari ham pachka bo'lib yotibdi, mana bellarini ham ko'rishlar mumkin. Narxi 8 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Vohalarga ham chiqaraveramiz, faqat kelishilgan holatda. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, olib boravering buni. Gibrid buqacha ishqibozlariga bir dona novvoschamiz, 2 oylik, sigirga qo'shsanglar, sigirda ham emoradi. Kepay silyos bersanglar ham, kepay silyos ham yeb qo'ygan. Orqalarini qaranglar, bu jonivor pachka bo'lib yotib, turishini qaranglar, chiroyliligini. 2 oylik bo'lgan, yeb-ichtisiga, sog'lomligiga hamma yo'g'iga garantiyasini beramiz. Toza gibrid. Go'zal. Shoxlarini rasa kuydiradigan payti keldi. Kuydirib qo'ysanglar bo'laveradi. Bunaqa bitta tortib bering-da. Narxiga keladigan bo'lsa, o'ynab turadi jonivor. Mana. Narxi baland aytmaymiz. 12 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona dastavkalari besplatniy, vohalarga faqat kelishilgan holatda. Gibrid xunajinimiz 3 oylik to'liq o'tga kirgan variantidan sutdan chiqqan. Yeb-ichtilari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Silyos berasizlar, kepay berasizlar, somonmi, bedam nima bo'lsa yeyaveradi. O'tela xura bo'za. Dahshatidan. Gibridni ham udaridan ko'rishlaringiz mumkin mana. Hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Oyoq qo'llari voshun baquvvatidan. Moling bormi desa bor deb liboy odamga ko'rsatsanglar bo'laveradi. Turishini qaranglar, jonivor turishini. Bittadan like bosib qo'yinglar shu bo'zay uchun. Narxi 13 million so'm. Ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Olib kiraverdim. Bo'zayda ham dahshatidan o'zi ham. Sog'lom, eng qizig'i toza gibridlar. Galishdan ishqibozlariga bir dona galishdan xunajinimiz. Tozasidan, yuzga yuzdan. Yeb-ichtilar, sog'lomligi hamma joyi, hamma yo'g'i joyida. Yosh oyligi 5 oylik, 5 oyga zo'r natija bu. Oyoq qo'llari uzunidan, dahshatidan bitta tortib beringda maqa. Yurishlarini ham ko'ringlar bunlarni. Mana qaranglar. Jonivordi, tozasidan-da. Sifat bo'yicha ancha-buncha molni sindiradi. Menman degan simentalni ham, menman degan shvetini ham sindiradi sifat bo'yicha. Jonivorning ostilarini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik, mana ostilari ham.
Hamma yo'g'iga garantiya. 5 oylik narxiga keladigan bo'lsa, narxi 15,5 million kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari ichida. Olib kiraver buni ham. Zo'ridan baqaman degan akalarimiz bormi kelishdi mana. Bir dona. Soni ko'p emas, bir dona. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. 15,5 million vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Gibrid xunajin ishqibozlariga mana oxirgi gibrid xunajinamiz. Bundan keyin bir dona semental buqamiz bor. Bu xunajinimiz sementalga Eston gibrid, yeb-ichtilari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Yosh oyliklari 6 oy, 7 oy atrofida. Oyoq qo'llari uzun, stakan tuyoq, tozasidan gibridni ham 100 ga 100 dan ko'rishlaringiz mumkin mana. Bayliqqa tushmagan narsalar. O'zimizga kelib nuqta soldik. Bular faqat zagonda yurgan narsalar. Ostilarini ham ko'rsatamiz. Ostilari ham mana chakanamiz ancha-muncha mollarni ko'tiga tepadi. Bir hovuch chiqadi. Narxi 19 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Olib kiraveringlar buni ham. O'taylar baquvvat narsa. Chu. 19 million 500 ming so'm. Chu. Mana. Oxirgi mana semental buqamizga yetib keldik. Toza avstriyskiy 100 ga 100 dan shoxli variantidan. Orqalarini qaranglar, jonivorni mana. Video boshida ham ko'rsatdik, davomida ham ko'rsatib qo'yaylik hamma yo'g'ini. Biqqa bo'lib yotib, sutga to'yib, o'tga ham o'tib bir o'zini ogizmagan dahshatidan olasizlar, baqasizlar bo'ldi. Buni obunachilar o'zlari ham biladi, chorva ishqibozlari ham biladi. Sut emgisi ham kerak bo'lsa 20 million deb olishyapti. Endi bu to'liq o'tga kirib bo'lgan, hali qornini og'ritib qo'ysamchi, yo sovuq o'tkazib qo'ysamchi degan gaplar bo'lmaydi. Xudo xohlasa olasizlar, nima bersanglar yeyaveradi. Toza semental 100 ga 100 dan. Narxi yosh oyliklari 7 oylik bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsa, bu bo'zayimiz narxiga 24 million 500 ming so'm, ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Xudo xohlasa mana bugun oxirgi bo'zaylarimizni chiqaryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bugun soni oz bo'ldi, ko'rdinglar, sifati kuchli bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Ozginagina qilgan mehnatimizga bittadan like gumbillatib bosib ketasizlar.